Damas avtomashinasini tayinlab berish uchun olib qo'ygan edik. Ushbu Damasga qilingan ishlar 2 faza moyga bo'lgan. Tag qismlarini polni yuvib berganmiz. Shunday ko'rinishda cho'yan kalpaklarini qilib berganmiz. Redline yozuvlari polni bakovkalarini qo'yib berganmiz. Duvga qo'yib berganmiz. Originaldan moshina qilib qimirlamaydigan, ikkita odam chiqsa ham ko'taradigan qilib qo'yib berganmiz. Tak salon qismiga obshipka koja, ularni qilib berganmiz. Kovrik, polni Malibu bar, rollariga chexol qadab o'rta qismini almashtirib berganmiz. Mana shu holatga keltirganmiz. O'kani tag qismi, pechka qismlariga e'tibor berasizlar. Yomon bo'lib ketgan ekan. Polni torpedani yechib ishlab, umuman 1 gram chang ko'tarilmaydigan holatga yangiday qilib keltirib berganmiz. Orqalariga e'tibor berib, polni stoykalarini qora koja qilib berganmiz. O'zingizlar ko'rib baho berishingiz mumkin. Kojalarni mana shunday holatda bu yo'llarni ham qo'yib berganmiz. Hammamiz mana shunday chiroyli holatga kelgan. Korkovlarni qo'yib berganmiz. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilasizlar. Salon Damaslarni mana shuna qilib gazlarigacha qo'ydirib o'zimiz tayyorlab beraveramiz.